singgan san'atga oshiqman doktorim. Demak, dars bugungi mana ochiq darsi, ochiq eshiklar kuni ochiq darsi chiroyli bu o'tdi degan umiddamiz. Mana yuqorida aytib o'tdik, Qashiyeva ustozimizga ham o'zimizni minnatdorchiligimizni bildiramiz. Nasib bo'lsa yana sizni sentyabrda mahkam qilib turib, bir chiroyli qilib ishlarni olib borishdi. Mana bu jajji qizlarimizni hali yanada formalarni bo'yitishda sizdan ko'mak so'raymiz, sizdan so'rab qolamiz. Nasib bo'lsa yangi yilda mana hurmatli ota-onalarimiz ham o'tiribdi. Samarqand telekanaliga borib kelgan edik. Endi hozirgi bugun agar bugungi kecha kunduzda ko'rib turgan bo'lsalaringiz 15-musiqa maktab direktori Lazizbek Asayev mana bugungi 1 soatlik efirda o'tirib Sevimli kanalida ertalabdan salom ko'rsatuvini olgan edi. Biz ham shuni harakatida turibmiz. Nima edi? Ertalabdan salommi? Assalom. Shuni Sevimli kanalida. Har dushanba kunini 15-musiqa maktabida o'sha direktori borib dejurda turib, o'zi qo'shiq aytib, o'zi o'sha ko'rsatuvni o'tkazib kelyapti. Biz ham nasib bo'lsa harakatdamiz. Shu Zo'r TVga borib turib 1 soatlik efirni olib, mana shu bolajonlarimizni ham qatnashtirib, hammasini bir vaqtli bilsalar, bundan 2-3 yil avval 13 minutlik vaqtini olgan edik. Endi nasib bo'lsa o'sha 1 soatlik ko'rsatuvda efirni vaqtini olamiz deb turibmiz, harakatdamiz. Endi bu sirrada buni aytib qo'ydik. Demak, yaxshi o'qigan mana ustozlarni taqdirlash bo'yicha faxriy yorliq tayyorlagan ustozlari, demak mana shuni o'qib eshittirib faxriy yorliqlar bilan o'quvchilarimizni taqdirlaymiz. Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani 30-son bolalar musiqa va san'at maktabi bolalar musiqa va xoreografiya raqs sinfi o'quvchisi Olmosova Laylo Ozodilla qizi darslarda faol ishtiroki hamda namunali xulqi uchun ushbu faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Laylo qizimizni hali nasib bo'lsa kelajakda hozir bittagina shu doira raqsini ko'rdik. Kelajakda katta sahnalardagi raqslarni tomosha qilamiz-da. Hilola Hamidova bilan birga raqs tugasizmi? Raqs. Faxriddinova Bahora qizimiz o'qib shunday faxriy malladesiz. Raqsga o'rayapsizmi? Ha? Raqsga o'rayapsizmi? Bu hali globusga ko'p kerak bo'ladi. Olimjonova Nazokat qizimiz faxriy yorliq bilan tabriklaymiz, qizim yaxshi o'qigan. Bitta qarab olish kerak-da. Ravshanova Asal qizimiz xuddi shunday faxriy yorliq bilan taqdirlanadi. Kamolova Afruza qizimiz. Bahriddinova Shahina qizimiz. Taqdirlanadi. Yaxshisiga keltiradi. Xudoyberdiyeva Malika Bonu. Bog'cha bular. Xo'jayinlar. Telmonova Bahora Komiljon qizi. Pardayeva Shahlo qizimiz. Tabriklayman qizim, yaxshi. Pardayeva Gulsanam qizimiz. Tabriklayman. Bugungi darsimizda, bugungi tadbirimizda faol ishtirok etganliklaringiz uchun sizlarga rahbariyat tomonidan o'zimizni minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Ustozlariga ham rahmat. Doira sinfiga ham katta rahmat.